уже bir mutantimiz ham akalar вообще bir rivojlanib ketdi. Og'ziga kirib rachka yaxshilar. Qornini teshib chiqdi. Ukasini ham ko'zi akalar katta ochildi. Mana akalar pishak turibdi. Ko'tiga kirib ketamiz akalar pishak. Akalar ko'tiga kirdik. Вообще-то shu joyi bilmayman, bir g'alati bo'ldi akalar. Pishakni ko'tiga kirib ketdik. Salom do'stlar, Odilxon Pay kanaliga xush kelibsizlar va do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda The Visitor degan o'yin o'ynaymiz. Ya'ni do'stlar, kelgindi, tashrif buyuruvchi degan ma'noda. Xo'p akalar, bugungi videomiz qiziq bo'ladi degan umiddaman. Agar do'stlar bugungi videochamiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, bitta like va do'stlar obuna tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bo'lmasam do'stlar, biz play tugmasini boshlab, kiruvchi o'yinchamizni boshlaymiz. Do'stlar, bu o'yinda men kompyuterlar uchun mavjud deb o'ylar edim. Endi akalar, biz asteroid bilan keldik akalar yer sayrasiga. Xo'p akalar, demak asteroiddan chiqqan akalar kichkinagina ana shu qurtcha bor-ku, akalar o'sha bizmiz. Короче akalar, bu o'yinda men faqatgina kompyuterlar uchun bor deb o'yladim, lekin do'stlar telefon versiyasi ham bor ekan. Xo'p akalar, mana shu qurtcha bizmiz. Короче, hozir nima qilishimiz kerak? Bu yerda qarmoq bor ekan. Bu yerda akalar qush bor ekan. Xo'p akalar, bu yerda mana qurbaqa bor ekan, akalar uxlab yotibdi. Xo'p akalar, hamma yerda tavakkal bosib ko'rishimiz kerak. Mana shu yoqda akalar uy bor ekan, menimcha akalar o'sha uyga borsak kerak. Xo'p akalar, kiruvchi mana qurt bizmiz akalar. Mana tomonga o'tib akalar, manalarda akalar bitta yeyishimiz kerak. U akalar mana daraxt ekan. Xo'p akalar, daraxtga o'ta olamizmi? Yaxshi akalar, daraxtga o'tib oldik. Mana akalar, biz uchib kelgan asteroid. O suvni ichiga ham kirib ketar ekan, suv tagida akalar baliq ham suzib yuradi, agar ko'rgan bo'lsalaring. Xo'p akalar, qurbaqani yeyalarmikanmiz? Qurbaqa biz yeb qo'ydik-ku. Akalar, bo'ldi. Короче akalar, bu o'yinni tushunmaganlar uchun hozir akalar, mana biratchika o'zga serar qurbaqani yedi akalar, kattardi. Xo'p, endi akalar, mana qushchani yeyishimiz kerak. Qushcha uchib ketadi. Mana bu yerda akalar qarmoq ham bor ekan. Qarmoqni bizga bekorga bermagan bo'lsa kerak-a. Yo'q, chiqasanmi? Chutda shu daraxtda teshik akalar netoda. Qush keldi. Endi qarmoq tishlatamizmi? Yo'q akalar, hali ham qarmoq tishlatayotganimiz yo'q. Nima akalar, bu qushni yemayapti, men tushunmayapman-da. Bu yerda sindirdik akalar. Xo'p. Endi qarmoq tishlatirkanmiz. Aytdim. Bo'ynagi baliq nimaga suzib yuradi deb. Endi nima qilamiz? Baliq tutish kerakmi akalar? Qush ushlash kerakmi yo tepaga chiqish kerakmi? Bir normal akalar. Bo'ldi akalar, tushundim. Qurtni o'zini bosishimiz kerak ekan. Bu yoqqa chiqdi. Qarmoq. Baliqni yemaskanmiz, qushni ham yemaskanmiz. Bu akalar o'zga seralik uchirib yubordi-yu. Menimcha akalar, cho'ta qush bizni yeb qo'ysa kerak. O qushga hozircha ilojimiz yetmasa kerak akalar. O'zga seralik qaraylar, o'zini qaraylar, ko'zi ham yo'q, bir akalar, bir g'alati maxluqot desa ham bo'ladi. Xo'p akalar, bu yerga keldik. Pishak, lekin katta, pishak xavfli. Bizni yeb qo'ysa, masalan akalar, hozir mana pishak bor-ku, yeb qo'ysa, qurbaqaga o'xshab akalar, bu pishakni ham ichini yorib chiqalamizmi? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xo'p, olmani yeyalarmikanmiz? Qayerga borish kerak? Endi uyga kirish kerakmi? Pishak yaxshigina yopishib oldi akalar. Davay, qayerga o'tamiz? Mana qayerga o'tamizmi? Bu yerda ham nimadir qilish kerak. Olmani yeb akalar qusib tayladi meni bu yerga. Pishak bor akalar, yaxshi. Eshikka boramiz, qani biratchika. Eshikka cho'ta ilojimiz yetmayaptimi deyman-da. Hozir bu pishakka ham hujum ham qilmayapti-da. Pishakka kuchimiz yetmayapti akalar. Pishakni chalg'itish kerak. Chunki pishak akalar bizdan kuchli, ko'rib turganlaringdek. Hozir men nima qilishim mumkin akalar? Bu yerda nima bor? Mana pishakni chalg'itish kerak edi hozir. Eshikka chiqmayapti. O'zi pishakka ham hujum qila olmaymiz. Tepaga chiqalasanmi? Pishakni qaytib chalg'itaman akalar hozir men mana bu yerda. Mayli akalar, bittani oni ishlatamiz. Mana tepani bosishimiz kerak ekan. Pishak chalg'idi akalar, yaxshi. Hozir biz qayergadir keldik. Endi bu yerda nima bo'ldi hozir? Tushunmayapman. Nima bo'layotganini akalar, seriozni tushunmayapman. Bu yerda ham qandaydir shuta bosh qotirma bor. Tavakkal yechalarmikan? Mana bundan bosh qotirmani. Tavakkal. Qani biratchika.
Bu yerda nima qilish kerak endi akalar? Qandaydir bosh qotirmada, qandaydir bosh qotirma. O'qda bossak joyida sakrayapti, qizil baqa o'tyapti. Tavakkal bosuvdim akalar, rost tavakkal. Ana akalar pishak turibdi, ko'tiga kirib ketamiz akalar pishak. Akalar ko'tiga kirdik. Apshita shu joyi bilmayman, bir g'alati bo'ldi akalar. Pishakni ko'tiga kirib ketdik. Mayli akalar. Hop, endi eshikni ochalaman akalar. Pishak degandan keyin ammo maxluqcha ham akalar ozgina vazn to'pladi. Akalar biz eshikni ocha oldik akalar. O'zimizni og'irlik bilan endi akalar hech esimdan chiqib ketmasa kerak. Pishakni ko'tiga kirib ketdim akalar. Umrimda birinchi marta endi men xotinni ham ko'tiga kirib ketamizmi? Non qaranglar, ho'kizda o'ti bor. Yomon jahldor ekan akalar. Kiralarmizmi? Yo'q akalar, kirolmaymiz. Shkaf ochilyapti akalar. Qaytarib o'qib qo'yapti. Nimalarni bosishim mumkin? Shu bilib olishim kerak-da. Mana uni akalar bosib tushirsak bo'larkan. Birinchi buni ochish kerak. Buni solamiz, xo'p. Buni bosamiz. Xotin ketarmikan, akalar? Tayyor bo'lgandan keyin ketarmikan? Mana shu yerga chiqishimiz kerakmi deyman-da, hali xotinga ilojimiz yetmaydiganga o'xshaydi. Minovga bor, birachkam, minovga bor. Yaxshi akalar, bu yerga chiq. Chiq, nima chiqmaysan, chiq. Xotin qaytib kelib qo'ydi. Nimadir qilishimiz kerak shu yerda. Ya, pichoq bor ekan akalar shu yerda. Xotinni o'ldiramizmi deyman-da. Yana ham bilmayman akalar. Men tavakkal aytyapman, bu o'yinda ko'ruvdim ancha bo'lib ketgan akalar, esimdan ham chiqib ketgan pashta. Xo'p akalar, bu tayyor bo'ldi. Endi men xotin boradi, men yoqqa boramiz. Pichoqni bos. Buni ham bosamiz. Pichoqni ham joyiga qaytarib qo'yib qo'ydi. Men nima qilishim kerak hozir? Mayli akalar, yana qaytadan qilib ko'ramiz. Qani birachka buni yop. Endi buni tayyorlaymiz akalar. Mana biz birachka ham mambutni turibdi, tepaga chiqalar keyin. Buni ochamiz. Qani buni ochamiz. Chiqmayapti, buni qo'yamiz. Bos, buni bos. Yovay birachka buni. Yo ko'proq so'sa bo'ladi. Yop. Bo'ldi. Svitni o'chir. Svitim o'chmayapti, borku. Tushungandayman. Короче, bunday qilamiz. Mana buni so'veramiz. Tayyor bo'l. Qilichni ochamiz, bunday qilamiz. Qani birachka hozir o'ladi akalar. Kallasiga qadalib o'ladi. Yaxshi. Odam o'ldirganimdan bunchalik xursand bo'laman deb o'ylamadim akalar. Lekin odam o'ldirish akalar yaxshi ish emas. Shuning uchun akalar xursand bo'lmaymiz. Qani birachka bu xotinni ham yeb olasanmi? Yeysanmi? Yo'q akalar, yemayapti. Mana yoqqa chiqsam qayerga borasan endi birachka? Xo'p, itdan o'tolmaymiz. It jahldor bo'lyapti. Itni qaranglar, mana egasini biz hozir o'ldirganmiz akalar. Itni qaranglar, indamay yotibdi akalar. Egasini o'ldirganimizga reaksiya tugul. Boshqa narsa ham bo'lgan yo'q. Bu nima masalan akalar, mana shu nima men vaqtda tushunmam. Mana yoqda ochirkanda. Chiq birachka, chiq, mana bu yoqqa chiq. Bu nima yurmayapti akalar, qaranglarmi? Buni o'ziga seralik yurish kerak-da. Qayerga borasan birachka? Qayerda bosishim kerak-da hozir men borku. Bir ko'rsatilmaganimda akalar, buni qaranglar, men tavakkal bosyapman-da hozir. Qayerga borishim kerak? Qani o'zingdan bilib yuraversang bo'lmaymi? Mana yo'ling ochiq-ku. Yo xotin deysan, yo pastga tushasanmi? Nima qilasan, ey? Tavakkal bosaveraychi. Yo nimadirda shu polayman, pichoqni ishlatolyapsiz, demak. Nimadir qilishim. Mana lampochkani bosish kerak ekan. Yaxshi akalar, yaxshi. Bu birachkani tili borligi akalar, esimdan chiqib ketdi. Qurbaqa yeb oluvdik akalar, tushlikka shuni tilini akalar o'ziga o'rnatib olganman deyman-da. Keyin akalar, bu o'yinda masalan sizlar yuklamoqchi bo'lishlaring mumkin. Bu o'yinda ustanovka qilish ham ozgina akalar muammoli ekan. Короче, Androidga buni papkasini ham solish kerak ekan akalar. O'shan o'ynamoqchi endi bo'lganlar bo'lishi mumkin, shuni aytib qo'yibman. Xo'p, demak, bu yerda ikkita aka-uka uxlab yotibdi. Bitta qush bor, bitta baliq bor. Chuta hammasini paqqos tushiramiz. Bittasini akalar chutamni o'zi ochiq yotibdi, shuni o'zidan kiramanmi deb o'ylayapman-da akalar. Mayli akalar, ko'ramiz. Men yeyman akalar. Odamni hayajonlantirib tashlaydi.
Qush qochib ketyapti akalar, qush qochib ketyapti. Hozir qayerga borishim kerak? Uni o'ziga boramanmi yo qushni qapasigami? Ha. Qush endi akalar donga keladi, qani kela qol. Men esa menga yoshinaman. Ye brochka, ye. Yaxshi akalar, qushni ham yevardik. Bu degani, mana brochka hozir qushni yegandan keyin akalar uchishni o'rganadi. Uni o'ziga kirsak kerak. Qayerga uchasan endi brochka, chiq. Buni tishini qaranglar akalar, o'sha bir mutantimiz ham akalar vobshta bir rivojlanib ketdi. O'ziga kirib brochka. Yaxshi akalar. Qornini teshib chiqdi. Ukasini ham ko'zi akalar katta ochildi. Cho'ta sezdimi deyman akalarning ukasi nima bo'layotganini. Xo'p akalar, ukasini ham yeymizmi? Yeysanmi brochka? Ye. Yaxshi. Kravatini tagiga berdim. Bunisi juda ham dahshatli bo'ldi. Xo'p akalar, o'yinimiz yana bir marta zagruska qilyapti. Vobshta qiziqib ketyapman akalar. Picha tushunmaydigan joylarim ham bo'lyapti akalar. O'zlaring ko'rib turibsizlar. Mana bitta brochka mana yoqda yoshinib yotgan ekan. Bu brochkani ham yeyishga, mana maxluq qaranglar. Yo, okor. Maxluqimiz yomon kuchayib ketdi akalar, ko'rlarmi? Tili bilan akalar kallasini yo'q qilib. Xo'p, bu o'yinda ikkinchi qismi ham bo'lsa kerak akalar, bilmayman telefon versiyasi bormi yo'qmi? Shuni o'zini zo'rg'a topdim. Xo'p. No one makes it out alive. Hech kim tirik qololmaydi deyapti. Hech kim tirik qolmagan, tugallanishni qilibmiz. Yana akalar ikkita tugallanish bor. Xo'p akalar, короче, bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Agar do'stlar videochamiz yoqqan bo'lsa, like va do'stlar obuna tugmasini bosib qo'yishingizdan chiqmasin.